Sukunatdagi sir. 3-qism. Xona ichida og'ir sukunat cho'kdi. Men qimirlay olmadim. Go'yo vaqt to'xtab qolgandek. Kichkina bola hali ham karavot ustida o'tirib, katta ko'zlari bilan menga qarab turardi. Uning nigohi beg'ubor. U bu hali vaziyatni tushunmasdi. Kamron esa eshik oldida turardi. Uning yelkalari tushib ketgandek, ko'zlarida esa ayb va charchoq. Bu mening o'g'lim, dedi u yana sekin. Men nihoyat nafas oldim. O'g'ling? Dedim pichirlab. Bir yil davomida men bu uyda yashadim va meni yashirding. Kamron boshini pastga qaratdi. Men aytmoqchi edim. Qachon? U javob bermadi. Bola esa asta karavotdan tushdi. U menga yaqinroq keldi. Qo'lida kichkina o'yinchoq ayiq bor edi. Siz kimsiz? Dedi u yana. Bu savol yuragimni siqib yubordi. Men nihoyat gapirdim. Men Dilnoza. Bola boshini qiyshaytirdi. Dada seni taniydimi? Kamron chuqur nafas oldi. Ha, Aziz, tanidim. Men bir lahza qotib qoldim. Aziz? Ha, dedi Kamron. Uning ismi Aziz. Men xona ichiga yana qaradim. Devorda rangli qalam bilan chizilgan rasmlar bor edi. Oddiy bolalar rasmlari, quyosh, uy, daraxt. Bir rasmda 3 ta odam chizilgan. Biri erkak, biri bola va biri ayol. Men sekin rasmga yaqinlashdim. Bu ayol kim? Kamron javob berishdan oldin bir necha soniya jim turdi. Mohira. Yuragim yana tez ura boshladi. Demak, u haq. Kamron boshini ko'tardi. Nima deganing? Mohira menga bugun aytdi. U hozir Kamron bilan yashayapti, dedi. Kamron darhol boshini chayqadi. Yo'q, bu yolg'on. Unda bola nega shu yerda? U devorga suyanib qoldi. Chunki Mohira 3 oy oldin ketib qoldi. Qayerga? Bilmayman. Men ishonmay qaradim. Sen jiddiy gapiryapsanmi? Kamron asta gapirdi. Bir kun u kelib qoldi. Juda charchagan. Bolani menga qoldirdi. Bir necha kun qarab tur, dedi. Keyinchi? Keyin qaytib kelmadi. Xona ichida yana sukut. Aziz esa polga o'tirib, mashinasini surib o'ynay boshladi. Men asta so'radim. Demak, 3 oy davomida sen menga hech narsa aytmading. Kamron menga qaradi. Men seni yo'qotishdan qo'rqdim. Men boshimni chayqadim. Sen meni allaqachon yo'qotgansan. Bu gapdan keyin u qotib qoldi. Aziz yana boshini ko'tardi. Dada, opa ketadimi? Bu savol yuragimni siqib yubordi. Men bolaga qaradim. U mutlaqo aybsiz. Shu payt telefonim titradi. Noma'lum raqam. Men xabarni ochdim. Unda faqat bitta jumla yozilgan. Bolani Kamronga ishonib qoldirma. Qo'llarim sovib ketdi. Men sekin orqamga o'girildim. Kamron Aziz bilan o'tirardi. Lekin ichimda birdan yangi qo'rquv paydo bo'ldi. Telefon ekraniga tikilib qoldim. Bolani Kamronga ishonib qoldirma. Bu jumla yuragimni yana siqib yubordi. Qo'llarim sovib ketdi. Men sekin boshimni ko'tardim. Kamron polga o'tirib Aziz bilan o'ynayotgan edi. Bola kichkina mashina yerda ustida kulardi. Hammasi juda oddiy, lekin ichimda nimadir noto'g'ri ekanini his qilardim. Kim yozdi, deb Kamron birdan. Men cho'chib ketdim. Hech kim, dedim tezda. U menga tik qaradi. Dilnoza, bugun juda ko'p narsa bo'ldi. Yana sir yashirmaylik. Men telefonni qo'limdan aylantirdim. Aytsammi yoki jim tursammi? Oxiri telefonni unga uzatdim. O'zing o'qi. Kamron xabarni o'qib qotib qoldi. Uning yuzidagi rang asta-sekin o'chib ketdi. Bu raqamni taniysanmi, dedim. U boshini asta qimirlatdi. Yo'q, lekin uning ovozi ishonchsiz chiqdi. Rostini ayt. Kamron telefonni stolga qo'ydi. Men bilmayman, kim yozdi? Men uning ko'zlariga qaradim. Mohirami? Yo'q. Unda kim? Kamron javob bermadi. Shu payt Aziz kichkina ovoz bilan dedi. Dada, men chanqadim. Kamron darrov o'rnidan turdi. Hozir suv olib kelaman. U oshxonaga ketdi. Men esa o'sha kecha xonada qoldim. Aziz karavotga chiqib o'tirdi. U menga yana qaradi. Sen yig'layapsanmi? Men sekin bosh chayqadim. Yo'q. Bola biroz o'ylab,
Keyin sekin dedi. Onam ham ba'zan yig'laydi. Yuragim yana siqildi. Onang qayerda dedim. Aziz yelkasini qisdi. Bilmayman. Qachondan beri ko'rmading? Ko'p bo'ldi. U barmoqlarini sinab ko'rdi, lekin sanay olmadi. Keyin yana bir gap aytdi. Oddiy, lekin yuragimni muzlatib qo'ydi. Onam aytgandi. Nima? Agar bir kun kelib u qaytmasa, dadang ham ketadi dedi. Men qotib qoldim. Nima deding? Aziz bemalol davom etdi. Onam aytdi, dadang har doim ketadi dedi. Bu gap xuddi Mohiraning gapiga o'xshardi. U momo bo'lsa ketadi. Yuragim yana tez ura boshladi. Shu payt oshxonadan idish ovozi keldi. Kamron qaytib kelayotgan edi. Men Azizga qaradim. Onang yana nima degan? Yana biroz o'yladi. Keyin asta onam yana aytgandi. Men unga yaqinlashdim. Nima degan? Bola shivirlagandek gapirdi. Agar bir kunida Noza kelib qolsa, unga ishonma degan. Yuragim bir lahza urmay qolgandek bo'ldi. Nima? Aziz boshini qimirlatdi. Ha. Nega? Bola yelkasini qisdi. Bilmayman. Shu payt ortimdan Kamronning ovozi eshitildi. Dilnoza. Men asta orqamga o'girildim. U qo'lida suv bilan turardi. Lekin uning ko'zlari bizga tikilgan. Siz nima haqida gaplashyapsiz? Xona ichida yana o'sha og'ir sukunat qaytdi va men birdan tushundim.